Oysi canonimning to'ylaganda. Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tasha, nimalarim keldi? Nimalar keldi? Ay yo'q, qiz bilan o'g'il ana bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolar. Xudolar, ha, xudolarim keldi. O'ynang, ha. Yaxshi keldingiz ham xudo. Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu meni kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir aband odam ekaningizda xudo. Hay, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsadi o'ting, maqsadi. Ha endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga keting, to'y narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelandik. Ha bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan. To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. O shu ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayoli bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Borki tur yo'qan? Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi? Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz bu yerda to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzuqmi? Har bitta nimangizda shu kulyeradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berkat?